Hozir общий shikoyatlaringizni eshitib, umurtqa pog'oningizni to'liq osmotr qilgandan keyin ushbu diagnozni qo'yyapman. Ya'ni sizda ko'krak va bel sohangizda skolioz ketyapti. 7 gradusli, bu birinchi daraja. Bu holatda sizda deformatsiya gradusi yuqori bo'lmagani uchun bu holatda birinchi navbatda lecheniyamiz, ya'ni deformatsiyani to'xtatish bo'ladi. To'xtatganimizdan keyin xudo xolasa, keyin уже korreksiya deymiz, to'g'rilashga harakat qilsak bo'ladi. Endi skolioz kasalligi o'zi murakkab kasallik bo'lgani uchun buni lecheniyasi oddiy faqatgina ukol dori bilan bo'lmaydi. Ya'ni bu yoqda kompleksni отношение qilish kerak va siz doimiy intizomga rioya qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yoqda nima? Men lecheniya taktikasini tuzaman va o'sha taktika orqali sizga как uyga vazifa berib, o'sha vazifani qanaqa bajarishingizni tekshirib olaman. Nazoratni yo'qotmaymiz va sizdagi holatga qarab individualniy podxod qilamiz.